Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim mavzu haqida gapirmoqchimanki, bu har birimizga, ya'ni sizga, oilangizga, farzandlaringizning kelajagiga bevosita taalluqli. Bu pensiya jamg'armasi shoshilinch xabar bo'lib, uning mohiyatini tushunish sizning moddiy ta'minotingiz va xotirjamligingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar siz pensiya yoshingizga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, allaqachon pensiyada bo'lsangiz yoki yosh bo'lishingizga qaramay kelajakdagi pensiyangiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men ushbu sohada uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan mutaxassis sifatida so'nggi paytlarda pensiya tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar va ular odamlarga qanday ta'sir qilishini kuzatib, sizni ogohlantirishni o'zimga burch deb bildim. Hozir sizga aytadiganlarim ehtimol sizning kelajakdagi hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Va albatta bu qimmatli ma'lumotlarni boshqalarga ham yetkazish uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu haqiqatan ham har bir fuqaro bilishi shart bo'lgan ma'lumotlardir. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi nisbatan barqaror va tushunarli edi. Ko'pchilik fuqarolar o'zlarining mehnat stajlari va ish haqlari asosida pensiya hisob-kitoblarining umumiy tamoyillarini bilishardi. Har bir fuqaro ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng davlat ularga munosib pensiya to'lashi kafolatlanganiga ishonardi. Mehnat daftarchasi pensiya tayinlashda asosiy hujjat bo'lib xizmat qilar. Undagi har bir yozuv muhim ahamiyat kasb etardi. Fuqarolar pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirib borishar. Bu esa ularning kelajakdagi pensiya ta'minoti uchun zamin yaratardi. Pensiya tizimi asosan birdan ikkinchiga tamoyili asosida ishlar edi. Ya'ni bugungi ishlayotgan avlodning to'lovlari bugungi pensionerlarga yo'naltirilar edi. Bu tizim o'zining ba'zi kamchiliklariga qaramay uzoq yillar davomida mavjud bo'lgan va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Biroq so'nggi yillarda ayniqsa raqamlashtirish jarayonlari va global iqtisodiy o'zgarishlar fonida pensiya tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Bugungi kunda joriy etilgan yangi tartiblar avvalgi an'anaviy yondashuvlardan sezilarli darajada farq qiladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiyaning hisob-kitob qilish metodologiyasining tubdan o'zgarishi, shuningdek, pensiya ta'minotiga bo'lgan huquqni belgilovchi mezonlarning yangilanishidir. Avvalgi tizimda ba'zi holatlarda norasmiy mehnat staji yoki konvertda olingan ish haqlari pensiya hisobiga kirmay qolar edi. Endilikda yangi tizimda har bir rasmiy to'lov va har bir rasmiy ishga joylashish holati avtomatik tarzda raqamli bazalarga kiritilmoqda. Bu bir tomondan shaffoflikni oshirsa, ikkinchi tomondan avvalgi davrlarda rasmiy bo'lmagan stajga ega bo'lganlar uchun qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, pensiya miqdorini aniqlashda faqat oxirgi ish haqi yoki istalgan 5 yillik ish haqi emas, balki butun mehnat faoliyati davomidagi yig'ilgan ballar yoki hisoblangan to'lovlar miqdori asos qilib olinishi kabi o'zgarishlar joriy etilmoqda. Ba'zi mamlakatlarda joriy qilingan shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya tizimiga o'tish yoki uning elementlarini joriy etish haqidagi munozaralar ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu esa har bir fuqaroni o'z pensiya jamg'armasiga faolroq munosabatda bo'lishga undaydi. Asosiy qism in. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga xavotir olmasa ham bo'ladi. Ushbu yangi o'zgarishlar fonida har bir fuqaro o'zining shaxsiy holatini baholashi juda muhim. Keling, kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerakligi va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, keyingi 5-10 yilda pensiyaga chiqadiganlar. Siz uchun eng muhimi bu sizning mehnat stajingizning to'g'ri hisobga olinganligi va so'nggi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarning aniqligi. Yangi tizimda raqamli bazalar orqali ma'lumotlar avtomatik ravishda tekshiriladi. Agar sizda mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan elektron tizimdagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, bu pensiyangizni tayinlash jarayonida jiddiy kechikishlarga yoki hattoki pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Misol tasavvur qiling, Aziz opa eptaksi yoshda 20 yillik mehnat stajiga ega. Uning mehnat daftarchasida 1935-2000 yillardagi ish joyidan yozuv bor. Lekin pensiya jamg'armasining elektron bazasida bu davrga oid to'lovlar yoki ma'lumotlar topilmadi. Aziza opa ushbu 5 yillik staj uchun rasmiy hujjatlarni arxivdan ma'lumotnoma
ish haqi to'lovlari to'g'risida bank ko'chirmasi va hokazo taqdim eta olmasa bu davr uning pensiya stajidan chiqarib tashlanishi mumkin. Natijada Aziza opaning pensiyasi 23 yillik staj bo'yicha hisoblanadi. Bu esa uning kutilgan pensiya miqdoridan ancha kam bo'ladi. U pensiyaga chiqqandan so'ng nafaqat moddiy qiyinchiliklarga duch keladi, balki bu ma'lumotlarni qayta tiklash uchun ortiqcha vaqt va resurs sarflashga majbur bo'ladi. Sababi eski tizimda ba'zi korxonalar to'lovlarni to'liq rasmiylashtirmagan yoki ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga yetib bormagan bo'lishi mumkin. Faqat mehnat daftarchasiga ishonib qolmang, chunki yangi tizimda u yagona isbot emas. Sizning har bir oylik ijtimoiy to'lovingiz rasmiy ravishda qayd etilishi shart. 2. Allaqachon pensiyada bo'lganlar. Sizning pensiyangiz yangi tizimning qaysi bandlari asosida qayta hisoblanishi mumkinligi yoki indeksatsiya jarayonlari qanday amalga oshirilayotganini tushunishingiz kerak. Odatda allaqachon tayinlangan pensiyalar orqaga qayta ko'rib chiqilmaydi. Biroq iqtisodiy o'sish va inflyatsiya sharoitida pensiyalar indeksatsiya qilinadi. Ba'zan pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, yuqoriroq ish haqi davrlari hisobga olinadigan bo'lsa. Misol, Mirzajon bobo 2015 yilda pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi o'sha davrdagi qonunchilikka muvofiq hisoblangan. Yangi qonunchilikda pensiya hisoblashning yangi formulasi joriy etildi. Bu esa uning ish haqi eng yuqori bo'lgan davrni qayta tanlash imkoniyatini berdi. Agar Mirzajon bu yangilikdan bexabar qolsa va hech qanday ariza bermasa, uning pensiyasi eski hisoblash usuli bo'yicha qolaveradi. Agar bu imkoniyatdan foydalansa, uning pensiyasi oylik 1,5 so'mga ko'payishi mumkin edi. Bu yiliga 1,8 so'm degani. Demak, yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish juda muhim. 3. Yosh avlod va ishlayotgan fuqarolar. Sizning hozirgi ijtimoiy to'lovlaringiz, soliqlar va rasmiy ish haqingiz to'liqligi sizning kelajakdagi pensiyangizni bevosita shakllantiradi. Bugungi kundagi har bir norasmiy so'm ertaga sizning pensiyangizdan kesib olinadigan so'm hisoblanadi. Sizning pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varag'ingizda qanday ma'lumotlar yig'ilayotganini doimiy ravishda kuzatib borishingiz zarur. Misol, Diyoraning yosh yutibda u marketing sohasida ishlaydi. Uning rasmiy oyligi 3 million so'm bo'lsa-da, ish beruvchi unga yana 2 million so'm konvertda beradi. Ya'ni uning haqiqiy oyligi 5 million so'm. Ammo pensiya jamg'armasiga faqat 3 million so'mdan hisoblangan to'lovlar kelib tushadi. Agar u shunday ishlashda davom etsa, pensiya yoshiga yetganda uning pensiyasi haqiqiy daromadining atiga 6 bartidan hisoblangan bo'ladi. Bu esa uning keksaygandagi daromadlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Diyoraning eng to'g'ri yo'li ish beruvchidan butun ish haqini rasmiylashtirishni talab qilish. Chunki bu uning kelajakdagi pensiya jamg'armasiga to'g'ri to'lovlarni ta'minlaydi. Bu shuni anglatadiki, bugungi kundagi har bir qadamingiz, ish joyingiz, oyligingiz va uning rasmiy ko'rsatilganligi sizning kelajakdagi pensiyangizni bevosita shakllantiradi. Shuning uchun ham sizga bu ma'lumotni shoshilinch xabar sifatida yetkazyapman. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi nafaqat qat'iy qoidalar to'plamidan iborat, balki u ko'plab istisnolar, maxsus holatlar va noaniq nuanslarga ham ega. Bu jihatlarni tushunish sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilishga va kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. 1. Qoidadan istisnolar. Kimlarga maxsus sharoitlar qo'llaniladi? Harbiy xizmatchilar. Ularning pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularning staji harbiy xizmat muddati bilan birga ba'zi hollarda imtiyozli tarzda hisoblanadi. Masalan, 1 yil, 3 yil deb hisoblanishi mumkin bo'lgan joylar. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun pensiya tizimi fuqarolik pensiyasidan sezilarli darajada farq qiladi. Ularning pensiyalari odatda yuqoriroq stavkalarda hisoblanadi va ularga qo'shimcha imtiyozlar berilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ularga pensiya tayinlashda mehnat stajiga bo'lgan talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji talab qilinmasligi yoki juda qisqa muddatli staj bilan ham pensiya tayinlanishi mumkin. Birinchi guruh nogironlar yoki bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy pensiyalar to'lanadi. Ular pensiya tizimida alohida himoyaga ega. Ko'p bolali onalar, ba'zi holatlarda ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin yoki ularning pensiya hisob kitoblarida bolalarni tarbiyalash davri mehnat stajiga kiritilishi mumkin. Masalan,
5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan onalar uchun pensiya yoshi umumiy belgilangan yoshdan bir necha yil oldinroq bo'lishi mumkin. Bu davlat tomonidan oilani qo'llab-quvvatlashning muhim mexanizmi hisoblanadi. Yer usti ochiq kon ishlari, kimyoviy xavfli ishlab chiqarishlar, issiq sexlar kabi og'ir va zararli sharoitlarda ishlagan fuqarolar uchun ham imtiyozli pensiya sharoitlari mavjud. Ularning pensiya yoshi kamaytiriladi va stajlari imtiyozli tarzda hisoblanadi. Masalan, 10 yil bunday sharoitda ishlagan shaxsning pensiya staji 15 yil deb hisoblanishi mumkin. Bu imtiyozlar ularning sog'lig'iga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni qisman qoplashga qaratilgan. 2. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan holatlar. Mehnat daftarchasidagi xatolar, eskirgan yoki noto'g'ri kiritilgan yozuvlar pensiya tayinlash jarayonini murakkablashtirishi mumkin. Masalan, ishdan bo'shatilganligi to'g'risidagi yozuvning yo'qligi, korxona nomi yoki sanasidagi xatolar. Bu xatolarni oldindan aniqlab, tuzatish uchun murojaat qilmasangiz, pensiya tayinlash vaqtida kechikishlar yuzaga keladi. Bir vaqtlar yopiq korxonalarda ishlaganlarning mehnat daftarchasidagi AME kabi yozuvlar ham aniqlanishi qiyin bo'lgan holatlarga kiradi. Norasmiy ish haqi, yuqorida Diyoraning misolida aytib o'tganimizdek, agar sizning maoshingizning bir qismi rasmiy hujjatlarga etmasa, bu pensiyangizni hisoblashda hisobga olinmaydi. Ko'pchilik qo'lga olingan pullar hozir yaxshi ko'rinsa-da, kelajakdagi pensiya ta'minotingiz uchun katta ziyon keltiradi. Qisqa muddatli yoki mavsumiy ishlar, bu turdagi ishlarda ijtimoiy sug'urta badallarining muntazam to'lanishini tekshirish muhim. Ba'zi ish beruvchilar bunday xodimlarni rasmiylashtirmaslikka yoki to'lovlarni to'liq amalga oshirmaslikka urinishlari mumkin. Agar siz bir necha yillar davomida mavsumiy ishlar bilan shug'ullanib, har yili faqat 4-5 oy ishlagan bo'lsangiz va qolgan vaqtda ishsiz bo'lgan bo'lsangiz, bu sizning umumiy stajingizni sezilarli darajada qisqartiradi, hatto ish haqingiz yuqori bo'lgan taqdirda ham. 3. Noaniq nuanslar pensiya tizimining kamchiliklari va yashirin tomonlari. Inflyatsiyaning ta'siri. Pensiya miqdori pul birligida hisoblansa-da, uning real xarid qobiliyati inflyatsiya tufayli pasayib bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya indikatsiyasi va qayta hisoblash mexanizmlari qanchalik samarali ekanligini kuzatib bo'lish muhimdir. Agar pensiyangiz faqat nominal tarzda o'sib borsa-yu, narxlar yanada tezroq oshsa, sizning hayot darajangiz pasayadi. Ijtimoiy sug'urta badallarining turli stavkalari. Turli yillarda ijtimoiy sug'urta badallarining foiz stavkalari o'zgarib turgan. Bu esa bir xil ish haqi olgan, ammo turli davrlarda ishlagan ikki kishining pensiya jamg'armasiga yig'ilgan mablag'larda farq bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa yangi jamg'arib boriladigan pensiya tizimlari joriy etilganda yana muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat sirlari bilan bog'liq ishlardagi staj. Ba'zi bir xizmat turlari, masalan, maxsus xizmatlar, davlat sirlari bilan bog'liq ishlarda ishlagan shaxslarning stajini aniqlashda alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ma'lumotlarni olish va tasdiqlash uchun ko'proq vaqt va maxsus ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. Bu jihatlarni tushunish sizning pensiya ta'minotingizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi, kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Hamma gap so'zlar bir chetda tursin. Sizning hozir qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim qadamlar bor. Bu qadamlar sizning kelajakdagi pensiyangizni kafolatlash uchun zarur bo'lib, ularni kechiktirmaslik kerak. Hozirning o'zida amalga oshiring. Mehnat stajingizni tekshiring. Bugun hoziroq tom.amal.doc.uz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. Shaxsiy identifikatsiya raqamingiz orqali tizimga kirib, o'zingizning mehnat stajingiz va pensiya hisobvaraqingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu sizning elektron mehnat daftarchangiz hisoblanadi. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. U yerda sizga yordam berishadi va barcha ma'lumotlarni chop etib berishadi. Elektron bazadagi ma'lumotlar bilan o'zingizning qog'oz mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni solishtiring. Har qanday nomuvofiqlik, xato yoki etishmovchilikni aniqlashga harakat qiling. Bu sizning asosiy vazifangiz. Bu keyinchalik bosh og'riqlarning oldini oladi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasport. Pensiya tayinlash uchun shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi barcha ish joylaringiz va stajingizni tasdiqlovchi asosiy qog'oz hujjat.
Hujjatning har bir sahifasi aniq o'qilishi shart. Diplomlar va attestatlar. O'qish davrlari ham ba'zi hollarda stajga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomalari, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki bola parvarishi davrlari stajga kiritilishi kerak bo'lsa. Masalan, ayollar uchun bolalarni parvarishlash davri jami 6 yilgacha stajga qo'shilishi mumkin. Bu hujjatlar sizning huquqlaringizni tasdiqlaydi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar sizda mehnat daftarchasida ma'lumotlar mavjud bo'lsa-yu, pensiya jamg'armasi bazasida yo'q bo'lsa, oldingi ish joylaringizdan agar mavjud bo'lsa, 5 yillik ish haqi haqida ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Ammo eslatib o'taman, yangi tizimda bu avvalgidek universal yechim bo'lmasligi mumkin. Endilikda har bir rasmiy to'lov avtomatik hisobga olinishi talab qilinadi. Arxiv ma'lumotnomalari agar korxona tugatilgan bo'lsa, hududiy arxivlardan mehnat staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnomalar talab qiling. Bu murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ertaroq boshlagan ma'qul. OTU qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM eng birinchi va eng qulay manzil. Bu yerda sizga pensiya masalalari bo'yicha birlamchi konsultatsiyalar beriladi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beriladi va pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilishda yo'nalish beriladi. Ular sizning elektron stajingizni tekshirishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'linmalari agar sizda jiddiy muammolar, nomuvofiqliklar bo'lsa yoki siz pensiyaga chiqishga ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, bevosita ushbu bo'limlarga murojaat qilishingiz kerak. Bu yerda mutaxassislar sizning holatingizni batafsil ko'rib chiqadilar. Onlayn portallar My.Donkot.Kubuz, Portal Mehnatus. Bu portallar orqali siz ko'plab xizmatlardan masofadan turib foydalanishingiz, ma'lumotnomalar olishingiz va murojaatlar yuborishingiz mumkin. Bu vaqtingizni tejashga yordam beradi. Nima so'rash va nima yozish kerak? Aniq savollar bering. Mening pensiya stajim qancha? Mening pensiya jamg'armasiga qilingan to'lovlarim to'g'rimi? Pensiya yoshiga yetganimda qanday hujjatlar talab qilinadi? Mening mehnat daftarchamdagi yillik staj elektron bazada nega yo'q? Kabi aniq savollarni berishga tayyor bo'ling. Yozma ariza agar sizda qandaydir muammo aniqlansa yoki ma'lumotlar to'g'ri aks etmagan bo'lsa, har doim yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda aniq muammoni bayon qiling. Kerakli hujjatlarni ilova qiling va arizangizning nusxasini kiruvchi raqam bilan o'zingizda qoldiring. Bu sizning huquqiy himoyangiz uchun muhim. Arizada men korxonada ishlaganman, ammo bu davr stajimga kiritilmagan. Iltimos bu holatni tekshirib, choralar ko'rishingizni so'rayman. Ilovada mehnat daftarchamning nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar mavjud bo'lsa mavjud deb yozing. Pensiya bu keksalikdagi sizning yagona moddiy kafolatingiz bo'lishi mumkin. Unga beparvo qaramang. Har bir kichik detallar kelajakda katta farq qilishi mumkin. Faol bo'ling, ma'lumotlarni tekshiring va o'z huquqlaringizni biling. Bu sizning kelajagingiz. Xulosa va yakuniy xabar. Bugun sizga pensiya tizimidagi shoshilinch xabarlarni, o'zgarishlarni va ularning sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirishiga harakat qildim. Yodingizda tuting, pensiya tizimi doimiy ravishda rivojlanib borayotgan murakkab mexanizmdir. Uni tushunish va undagi o'zgarishlardan xabardor bo'lish har bir fuqaro uchun dolzarb vazifadir. Bevosita o'zingizning pensiya ta'minotingizga taalluqli bo'lgan har qanday ma'lumotni shaxsan o'zingiz tekshirishingiz, noaniqliklar bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qilishingiz shart. Kelajakdagi xotirjamligingiz uchun bugungi harakatlaringiz juda muhim. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va sizni o'z pensiya masalalaringizga yanada mas'uliyat bilan yondashishga undadi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda qadrli. Iltimos ushbu video bo'yicha o'z mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Pensiya tizimidagi qaysi jihatlar sizni ko'proq tashvishga soladi? Sizda qanday muammolar bo'lgan yoki qanday maslahatlar bera olasiz? Bu tajriba almashish uchun ajoyib imkoniyat. Videoga like bosishni unutmang. Zero bu bizning mehnatimizga bo'lgan eng yaxshi bahoyingizdir. Va albatta kelajakdagi shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'ling.